Demak, bugun ham o'sha dolzarb mavzu ekologiya haqida gaplashamiz. Olib borilgan ishlar natijasida sodir bo'lgan o'zgarishlar va statistikaga batafsil to'xtalamiz. Xabaringiz bor, respublikamizning barcha hududlarida havo ifloslanishini oldini olish, atrof muhitni saqlash maqsadida izchil harakatlar olib borilmoqda, xususan zaharli tutun chiqarayotgan korxonalarga, atmosferani zararlayotgan transport vositalariga, haydovchilar yuklarni belgilangan tartibda olib yurishibdimi, ortiqcha yuklar yo'qmi, yuklar to'g'ri o'ralganmi, bularning bariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qonun talablariga rioya qilmasdan faoliyat yuritayotgan qurilishlarga qarshi reydlar o'tkazildi. Xo'sh, qancha qonun buzilishi holati aniqlandi? Huquqbuzarlargacha qanday choralar ko'rildi? Aniq raqamlarga to'xtalamiz. Issiqxonalar yo'nalishida 5 kun davomida Toshkent shahri hamda uning atrofidagi 1449 ta issiqxona faoliyati o'rganilib, ulardan 67 tasining faoliyati to'xtatildi. 403 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qurilish obyektlari bo'yicha Toshkent shahrida jami 53 ta noqonuniy qurilish obyektlari aniqlanib, 34 ta obyekt faoliyati vaqtincha to'xtatildi. O'rganishlar natijasida 186 ta holatda atmosfera havosi ifloslantirilayotganligi va 235 ta qurilish obyektining 25% maydoni ko'kalamzorlashtirilmaganligi ma'lum bo'ldi. 188 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortildi. 51 ta obyektda suv purkagich o'rnatildi. Avtotransport bo'yicha esa yukni ochiq holda tashigan 837 ta, atmosferaga me'yordan ortiq zarar yetkazgan 206 nafar haydovchi jarimaga tortildi. 496 kilometr hududga teng 77 ta ko'cha va 165 ta jamoat joyiga suv sepilib, namlantirildi. 45 ta kanaldan suv oluvchi 322 km uzunlikdagi 121 km ariqlar tozalandi. 126 ta favvora ishga tushirildi. Xabaringiz bor, bir hafta oldingi ko'rsatkichlar havo hayot uchun xavfli ekanligini ko'rsatayotgan edi. Bugungi kelibchi o'zgarishlar bormi? PM2,5 mayda zarrachalarning o'rtacha miqdori 24-noyabr soat 18:00 holatiga 171 mikrogramm metr kubni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 25-noyabr kuni 152 mikrogramm metr kubga, 26-noyabr kuni esa 140, 27-noyabr kuni 111, 28-noyabr kuni esa 97 mikrogramm metr kubga kamaydi. Maxsus komissiya tomonidan tuzilgan ishchi guruh tomonidan atmosferaga zararli tashlamalar chiqarayotgan manbalarni aniqlab, bartaraf etishga qaratilgan kuchaytirilgan reyd tadbirlari tunu kun davom etmoqda.